har yilda hukumatimiz tomonidan 25-dekabrdan boshlanadi bizda bir oylik yong'in xavfsizligi bo'ladi. Bu bekorga emas, yong'in xavfsizligi. Yong'in xavfsizligini asosiy keltirib chiqaradigan ikkita katta omil bor. Birinchi rejada turadigan, planda turadigan, demak, oladigan bo'lsak, elektr asboblaridan nosoz foydalanganda Javob rasmi. nosoz foydalanganda desa, ikkinchisi gaz. Keling. Demek ikincisi. İşte katta omilni demek yong'in keltirib chiqaradigan ikkita omilni asosan ko'rish kerak. Endi buni turlari ko'p. Kimyoviy moddalar bilan yong'in xavfsizligi. Demek meda masalan yoqilg'i mahsulotlari, moy mahsulotlari ham demek ularda yong'in xavfsizligi bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, demak sizlarga benzovozlarni, benzin tashiydigan, neft tashiydigan bunaqalarni konteynerlarni ko'radigan bo'lsanglar, kimdir e'tibor bergandir. Orqasiga kichkina yerga asfaltga zanjir tashlab qo'yadi. Nimaga bulardan benzin katta shunaqa benzin unaqalarda ham shunaqa vagonlarda endi u yer bilan kontakt bo'lgani uchun g'ildirak o'zi temirdan, demak po'latdan, demak u yer bilan zaryadlanib o'tib ketadi. Demak, neft mahsulotlari masalan chayqalganda xohlaymizmi, yo'qmi? Demak, u yong'inga olib keladi, ozgina is keladi. Keyin temperatura ta'sirida ham neft mahsulotlari, moy mahsulotlari, portlovchi moddalar demak hammasi demak qoladi. Hammasini o'zida nimasi bor? Hammasini o'zida demak kimyoviy xossalari bor. Erish temperaturasi bor, qaynash temperaturasi bor. Masalan, azotga 173 gradus Selsiusda dengiz oladigan bo'lsak, bu asosiy. Endi undan sekin hozir bu ikkita katta omilga o'tishdan oldin sizlarga demak shaxsiy vositalardan, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish demak mana shaxsiy himoya vositalari demak bilsanglar, mana sizlar endi mutaxassislar demak ko'pchiligi tashqi yo'nalishda bo'lganinglar, demak bilasizlar, ustaxonalarda ishlayapsizlar, demak masalan demak kelinglar chang bilan changdan demak buni oldin respirator